aldov, qo'rquv, ishonchsizlik sizning ham hayotingizda bo'lganmi? O'ylamasdan turib, o'z hayotingizga nuqta qo'ymoqchi bo'lganmisiz? Bugun shu haqda gaplashamiz. Prosta qiz bola narsaga qiyin ekan yo'l topish. Shunchalik sodda bo'lganman-da. O'sha kuni u ertasi kuni meni o'ldirish uchun plan qilgan ekan, meni xabarim yo'q. Boshi 29 joydan yorib tashladi. Nogiron bo'lib qoldi, faqat boshi qimirlardi u payt. Uni tushuntirib bera olmayman-da, chiroyli hayotim, kichkinagina uyim. Tirik yetimlik qanchalik oson deb o'ylaysiz? Bir oilaning ajrimi esa jamiyatga qanchalik zarar keltiradi? Assalomu alaykum. Bugun biz sizni tinglashga, dardlaringizga darmon bo'lishga va sizning hayotda ayollarning adashmasligiga ko'mak bo'lishi uchun siz bilan suhbatlashmoqchimiz. Mayli. Hayotimni tushuntirib berishim kerak. Marhamat, o'zingiz hayotingiz haqida. O'zi yaxshi oiladan kelib chiqqanman. Hayotimni qaysi bir nuqtasida o'rtada qolib ketganman, ota-onasiz. Keyin o'sha katta qiz bo'lganimdan keyin hayotimni yo'lini topib ketishim kerak bo'lgan. Bitta o'zim topib keta olmaganman. Topib keta olmaganim uchun qaysi bir joyda xato qilganman. Nega ota-onasiz? Ota-onam ajrashib ketgan biz dunyoga kelgandan keyin. Nechta farzand bo'lgansizlar? Egizak bo'lganmiz. Otam o'zi oila qurib ketgan, onam o'zi oila qurib ketgan. Keyin babushkam qo'lg'ab ketganmiz. Keyin didomga bera olishgan. Keyin didomdan chiqib, gazeta bir 2 oydan keyin olib, yana uni qo'lda mana qaytib bo'lganmiz. O'qitishmagan, faqat ishlattirgan. Esimni taniganimdan beri ishlayman-da, xullas. Shunaqa qilib katta bo'ldik. Kichkina kerak emas edikda. Katta bo'ldim, oyoqqa turdim. O'zim uchun o'g'ri bo'lmadim, narkoman bo'lmadim, Xudoga shukr. Prosta qiz bola narsaga qiyin ekan yo'l topish. Keyin turmushga chiqadigan paytim keldi. Hech kim bosh bo'lmadi. Yo'q, to'yim buzilib ketdi. To'yim bo'lishi kerak. Oilaviy ota-onasi yo'q. Bo'lmaydi bizga, olib berishmadi. Keyin bola o'zini o'zi osvardi. Men qolib ketdim. Shuni bu shahardan chiqib ketishga majbur bo'ldim. Uyalganimdan chiqib ketdim. Bitta o'zim yashashni boshladim. Sir bo'lmasa, qayerga chiqib ketdingiz shahardan? Toshkent shaharga chiqib ketdim. Chetga chiqib ketish niyatim bo'lmagan, hech qanaqa. Birdaniga ko'tarilib ketdim, zo'r ishladim. Qo'rqmaydigan bo'lib katta bo'ldim-da. Qo'rqmasdan katta ishlar qilardim, katta pul topardim. Nima ish qilardingiz? U paytlar abez degan narsa bo'lardi. Misol uchun qoplonbek, jannat abezlar ochiq bo'lardi. Katta pul berib tovar o'tkazsangiz bo'lardi. Atir bilan shug'ullanardim, atir sotardim. Keyin u abezlar yopilib ketgandan keyin o'sha ishlarim orqaga tortib ketib, bitta yo'lni qidirdim-da, nima qilsam o'zimni qutqaraman. Shu podeshkam yo'q, ota yo'q, ona yo'q, hech kim yo'q. Keyin turmush chiqish yo'lini o'ylab topdim. Nomzodlar juda ko'p edi, judayam. Qanday tushuntirsam ekan. Balkim shu ko'pligi uchunmi xato qildim deyman-da. Menda bitta, ikkita emas edi. Ko'p olaman deganlar ko'p bo'lgan. Chunki menda otam, onam yo'q ekanini xohlaganimni qilib yurmaganman-da. Orqa oldimga qarab qadam bosganman. O'ylab muomala qilganman. Endi pul topdim ekan, karilib ketmaganman.
balkim shuni hisoblaganmi, nomzodlarim ko'p bo'lgani. Ko'p bo'lganligi uchun xato qildim deb o'ylayman. Shu iloji boricha boyroq oilaga turmushga chiqishga harakat qildim. Keyin meni oilamni tanimagan oilaga turmushga chiqishga harakat qildim. Keyin shu orada qarindoshlarimiz Turkiya davlatida ishlab turmushga chiqishgan. Keyin shunda hali Turkiya davlatiga kelmagan yaxshi qiz bo'lsa uylanaman deb shu turmush o'rtog'im so'raganda meni rasmimni ko'rib yoqtirib qolgan. Turkiya davlatiga ishlagani boraman deb o'ylagan bo'lganman, asli turmushga chiqayotgani bor ekan bo'lganman. O'zim rozililigim bilan so'rab surishtirmasdan bolaga uchun turmushga chiqib ketganman. Turkiyaga. Turk insonga. Kurt. Men turk bilan kurt farqiga bormaganman hech qachon. Borganimdan keyin turk bilan kurt farqiga borganman. Kurtlar juda ham vahshiy. Qanday tushuntirsam, insonsiz insonga o'xshamaydi, hayvonsiz hayvonga o'xshaydi, bir ajoyib bir xalq bo'lar ekanda. Yomonlashmasa haqiqat bu. Tushunmaganman men bunaqa narsalarni. Nabat men turmushga chiqib narkotika nimaligini ko'rdim, pistolet nimaligini ko'rdim, janjal nimaligini, haqiqiy hayotning yomonligini men o'sha yerda ko'rdim-da. Men turmushga chiqmasdan bunaqa narkotika, pistolet degan narsalar ko'rmaganman, hech qachon bilmaganman. Men turmushga chiqib o'zim qutqaraman deb o'ylab, nabat o'zimni do'zaxga otib qo'yganman-da, bilmaganman. Necha yoshingiz? 27 yosh, 2017-yil. 27 yoshdim, aprel oyida. Bir oydan keyin o'sha qiloqlar chiqishni boshladi. Ertalab bunaqa, obeddan keyin bunaqa deydi. Men uni jin deb o'yladim-da, jinga tegdimi deb o'yladim. So'ng akademsa narkoman ekan. So'rayman, meni qanaqa dori deyman. Boshim og'riydi, yuragim og'riydi deydi. Ha, erim kasal ekan-da deb shunchalik sodda bo'lganman-da. Xullas gapni qisqasi, to'polonlar o'z-o'zidan ko'ziga kabutta men uni kim bilandir yurib xiyonat qilayotgandek ko'rinaverardim ko'ziga. Shunchalik anaqa yaxshi niyatim bo'lganki, men ro'molda bo'lmaganman. Turmush chiqmasimdan oldin. Har doim turmushga chiqsam, xudo xohlasa ro'mol taqaman. Erimning so'zidan chiqmayman degan niyatda tekkanman-da, ro'mol taqib erimdan izdevательстволар eshitganman. Nabarotiga izdevательство ro'mol taqadi. Naqa edi. Mana shunaqa pastga urish odamni o'ziga bo'lgan ishonchini yerga urishlarni ko'rdim-da men. O'zimni hech qachon unaqa yerga hech kim meni unaqa urmaganda. Shunaqa yerga o'zimni anaqa o'zimga bo'lgan ishonchimni yo'qotganman u yerda yashab, u inson bilan yashab. Demak, bolalar uyda yashasangiz ham hech kim sizni hech qachon o'zimni yurtimda men hech qachon unaqa shaxsiyatimga tegadigan darajada yashamaganman-da. Qanday holatda bo'lmaydi-da. Qoq ko'chada qolsam, qoq nimadir bo'lsa, hech qachon unaqa izdevательство bo'lmaganman-da. Ammo shuna boy oilaga tegib, o'zimning nomusim bilan tegib, hamma narsani ko'rdim-da. Ko'rmagan narsam qolmadi-da. 2 yil harakat qildim, ajrashib sharmanda bo'lmay qo'y. Turkiyaga borib erga tegibdi demaydi hech kim. Mana bu narsa ish qilib qaytib keldi, bir bolalar bo'ldi, u sharmanda bo'ldi deb aytadi. Deb 2 yil qo'lini oyog'ini zanjirlab ham qo'ydim. Narkotikadan qutqaraman deb. Eng yaxshi professorlar topdim. Mana uydan chiqmagan holatda oilasi bilan maslahatlashdim. Kelinglar, mana qilaylik. Shuncha mol dunyosi bor. O'lib ketadi yoki bo'lmasa meni o'ldirib yuboradi deb maslahatlashganimda ham ular menga yordamlashmadi. Bitta o'zim qolib ketdim-da. Bitta o'zim qolib ketganimdan keyin qarasam bo'lmadi. Sekin uydagilarimga telefon qildim. Yordamlashib olinglar, O'zbekistonga kelinglar. Bu meni o'ldirib qo'yadi bir kuni dedim. Keyin shu bilan uydagilarim ishonishmadi. Yashaver, ishlar qilmaydi dedi. Onangiz bilan gaplashgandingiz? Ishonishmadi, yordam berishib qilolmaymiz dedi. Keyin o'zimni bu kunini o'zim ko'rishim kerak. Turkiyada ishlamaganman, yo'l-yo'rig'im bilmayman.
qochib chiqib ketdim-da, bilet oldim qarzga. O'zbekistonga ketaman. Sumka sotdim. 15 kun sumka sotdim. Kuniga 80 TLdan ishlardim. Kuniga 80 TL. O'sha payti oyiga 500 dollar ham bo'lmasdi menimcha. Ana shunaqa qilib ishladimda, keyin o'sha 15-dekabr kuni ketishim kerak edi. O'zbekistonga qaytib kelishim kerak edi. 2025 mi? 2019. 2019-yil. 2 yil kelin paytim. 2019-yil. Keyin uydagilar telefon qilib qoldi, tezki ering qamalib qoldi, unaqa. Keldim yoniga. Keldimda o'tirib gaplashib oldik. Bo'ldi dedi, ikkinchi qilmayman dedi, narkotikani tashlayman dedi. Yaxshi yashaymiz dedi. Pastda uyimiz pastda, restoranimiz bor biz. O restoranga ishchilarni chaqirdim, oyligini berdim. Yana boshqatdan hayot boshlashga harakat qilyapman-da o'sha kuni. O'sha kuni u ertasi kuni meni o'ldirish uchun plan qilgan ekan, meni xabarim yo'q. Pichoq, temir, pistolet, qaychini tayyorlab qo'ygan ekan. Ertasi kuni ertalab unga zavtrak tayyorladim, ikkita. Tepsi deyiladi, nima edi? Patnisda. Zavtrak tayyorladim. Zavtraklarni yoqtirmasdan otvordi. O'shandan yolg'ondan urush boshladi. Uyga kirgizdi, aldab. O'sha joyda kirmasligim kerak edi deb o'yladim, qochib ketishim kerak edi. Endi har doim yurgan kaltagan deb o'yladim shekilli. Uradi, yana qo'yib yuboradi deb o'yladim. Olib kirib, oyoq qo'limni bog'lab, og'zimga lattalar tiqib. Ertalab 6:30da boshlagan bo'lsa, 12:30 soat bog'lab qo'yib, urib kesib tashladi hamma tomonimni. Yuzimni, badanlarimni, oyoqlarimni pichoq sopi bilan urib sindirdi. Barmoqlarimni. Qo'llarim kesib tashladi, yuzimni kesib tashladi, peshonamni yorib tashladi, boshi beg'otir qisa joydan yorib tashladi. Keyin nimadir bo'ldi, eshik taqillab qoldi. Eshik taqillaganda narkotika holatida-ku. Pistoletni vahimaga anaqa tushib qolib, esdan chiqarib qo'ygan. Meni sudrab olib kirdi anaqaga. Spaniyaga. O'sha eshikni ochishga ketayotganda o'sha pistoletni oldimda, o'sha onaga qochdim, onaga. Ona tarafga qochdim, o'zim qutqaraman deb o'yladim. Agar tushib ketganda yiqilsam ham faqat oyog'im sinadi. Globni o'zimni qutqaraman deb o'yladim-da. Yalang'ochdim. U qizig'i ham qolmadi-da, o'sha yalang'ochligim, birovni ko'rishi. Bularni shunda qo'ldan qutqarib o'ldir desam o'ldirmayapti-da, o'ldirib qutlaydi, o'ldirmayapti. Faqat qiynayapti-da, tuz sepyapti, kesgan joylariga. Shunday baqirtiryaptiki, endi qanday tushuntirsam ekan. U og'riqlarni til bilan tushuntirib bera olmayman-da. Men erta o'sha tomon ketib bo'lgan deb o'ylayman-da. Qanday tushuntirsam ekan. U og'riq, keyin ertaga psixologический savol-javob, ruhiy zarbalar, uni bergan ishonmasdim-da, odam menga o'sha ishni qiladi deb ishonmasdim-da. Hayolimga keltirmasdim, odam menga bunday qilishini ham shokda edim, o'zimni qutqara olmaganman-da. Agar hozir menga bir shuni qilsan, o'ldirib qo'yaman deb o'ylayman. Chunki u meni ko'zimni ochdi-da. Odamlarga ishonmasligim kerakligini tushunib yetdi. Onaga bordim. Pistolet bilan qochdim, emaklab qochdim. Keldi ustimga, temir bilan keldi, kema. Mana tashavvuraman, o'zimni kemadim, qo'shnilarga baqirdim, qutqaringlar, hech kim qutqarmadi. Ona ustiga chiqdim, turbaga chiqdim. Qarasam kelyapti, temir bilan boshimni urib qo'yadi, yorib qo'yadi, o'ldirib qo'yadi deb o'yladim-da. O'zimni tashladim. Nechinchi etajda? 3-etajda. Keyin turolmadim, unda qaytib
o'rnimdan tura olmadim. Belim singani bilmadim, shokoviy holatda edim. Ham hushimdan ketdi, ham kelib bunaqa nima bo'layotganini o'zim tushuna olmadim-da. Polislar keldi, qutqarib olib ketgan. Больницаga o'sha kuni operatsiya bo'lganman. Shuni orasida 50 kun reanimatsiyada yotganman. Mana o'ladi, mana qoladi. O'lmaganman. Xullas, 50 kundan keyin qaytarib olib kelib, shuning ichida uni qamoqqa tiqishgan. Sizni Uni qamoqqa tiqishgan. Menga aytishdi, uni o'ldirsangiz ham sizga hech narsa qilmas edi. O'ldirib yuborsangiz bo'lardi. Oyog'iga 2 marta otmaysan, ja bo'lmasa, ja qo'rqsang o'ldirishdan. Men aytdim, men unaqa narsa qo'limdan kelmaydi. Xullas keldim, uning onasi tazyiq o'tishga boshladi. Arizani qaytarib ol. Biz anaqa senga unaqa qilamiz. Xullas qo'ymadi. Keyin akasiga bilet oldirdim O'zbekistonga kelish uchun. O'zbekistonga xullas oldirdim, kelsam hech kim qaramadi. nogiron bo'lib qoldingizmi keyin u yoqda? Nogiron bo'lib qoldim. Faqat boshim qimirlardi u payt. Faqat boshim qimirlardi. Mana qo'lim yaxshi ishlamas edi. Anaqa qilaverganimda kesib tashlaganda, tikib anaqa terapiyalar olib anaqa yaxshi bo'lganman. Keyin O'zbekistonga keldim. Kelganimga pushaymon bo'ldim. Keyin ham o'zim oila tarafdan ezildim-da. Endi hozir mana misol uchun oldin yaxshi bo'lgan bo'lsa, oilam tarafdan qarovsiz qolib ketdim O'zbekistonda. Qarovsiz qolib ketdim. Nechinchi yil keldingiz? 2019-yilning oxirida keldim. Yangi yilga dekabrda, menimcha dekabrda keldim. O'shalarda qolib ketdim. O'rtoqlarim olib ketib qaradi. O'zimning qarindosh urug'imdan hech qanaqa yordam bo'lmadi. Xullas o'zimni aziyat tiklab harakat qildim, hokimiyatga yurdim, yordam bering hech bo'lsa, bitta xonacha beringlar. Işte ko'chada qolib ketmang, o'zimni eplay deb hech kim yordam bermadi. Keyin kakrasi o'sha turmush o'rtog'im yalini beruvdi-da. Qizim man qildim. O'sha ishni man qildim, birga yashaymiz. Yana ish olib yana bordim-da. Ham bu yerda qiynalib yurdim-da, haqiqatan qiynalib yurdim. 2022 oxiri edi. 2022 oxiri. Qiynalib ketdim, kakras. Boshqa joyim yo'q. Ishlaydi desam sog'lom emasman. Davlat yordam bermayapti. Yana ketdim. O'zi tushuntirdim, mana shunaqa ketib qolaman. Baraka topkurlar, qo'yinglar. Shunga ketishimga yo'l qo'ymanglar deb. Keyin Unda to'liq tuzalgandingiz. Yo'q. 2019 nogiron bo'lib qolgan bo'lsam, 2022 bundan sal og'irroq holatda edim. Yana ketdim. Yana xuddi shu ahvol yana davom etyapti. Hech qanaqa o'zgarish yo'q bu odamda. Uni dardi, uni oldida bo'lsam, o'sha xohlagandek urib tepursa, faqat uni oldida bo'lsam-da tushuntirib bera oldim. Men hayotdan bir umidi yo'q, bir hech qanaqa bir bola chaqa qilay, mana birimda 2 qilay, 1 so'mni 10 so'm qilay yo'q-da. Topganini shu narkotikaga, keyin o'sha urgich kelib qolsa, oldida shu xotini bo'lsa, hech kimi yo'q. Shu narsa shu-da, xayolda boshqa hech narsa yo'q-da. Men tushunib yetdim-da uni. 1 yil keyin shunaqa kaltaga yedim, shuni orasida qamalib ketdi. Shu 2023 kiribdi ekan qamalib ketdi. 1 yil 7 oy bitta o'zim yashardim shu uyda. Ularni arendaga berib, unga pul jo'nattirib, ham o'zimni kamchiliklarimga. Bitta o'zim 5 etajli domini aylantirdim-da. Emaklab yurib ular uborka qilib kvartiraga berdim ularni. Misol uchun 3 ta aka bo'lsa, uchalasiga 4 tadan kvartira bo'linganda, o'sha 5 etajli uyda. Undan qolgani restoran, magazin, ular uchalasiga bo'lingan.
ana shularni men bitta o'zim nogiron holatimda hammasini arendaga berib, hammasini pullik qilib tashladim. Erimga alohida ketish kerak bo'lsa pul, o'zimga alohida, misol uchun ular oilasiga mana shunaqa qilib shu nogiron holatimda bir chet davlatning odami bo'lib o'sha epladim. Hamma narsani yo'lga qo'yganimdan keyin yana meni bunaqa itarishni boshlashdi bular. O'sha hamma narsani qilib bo'lganimdan keyin, habutta hamma narsani men olib qo'ydim, lekin meni qo'limda emas. Sizlar ham qilsalaring bo'ladi, sizlar o'zlaring mollaring, sizlar mol-mulklaring, qilinglar desam qilmadi-da. Yana men epladim. Qilmasam bo'lmayapti, qaramayapti. Turkiya davlatida operatsiya bo'la olmadim. Pochkadan qiynalib qoldim. Keyin aytdim, nima bo'lsa bo'lsin O'zbekistonda o'laman, agarcha o'lish kerak bo'lsa. Biletim olib berilib ketaman dedim. Ketkazmadi. 1 yil yalindim, bermadi, iloji bo'lmadi. Oxiri yozib beraman dedim. Tutinglar dedim. Dabavichni ketadi dedim. Keldim O'zbekistonga. Nechinchi? 2024-yil oktyabr oyida keldim. 2024-yil oktyabr oyida keldim. Kelganimdan operatsiya bo'ldim. Tosh. Siydik qopida tosh bor ekan, 5 santimetrlik. Uni oldirdim. Yana xuddi shu ahvol, yuraglarim sadirmadi. Kirg'izish xohlashmadi. Yana mana shunaqa bitta. Bu holatimni hech kimga bildirmayman men. Atrofimda men bittaligimni hech kimga bildirmayman. Chunki men qanaqa qiz bo'lganman, bilasizmi? Hozirgi holatim shu qiynaydi-da. O'zimni zo'rg'a o'tiribman. O'ligim keladi, qutulsam sharmandagarchilikda. Qayerda xato qildim ekan deb o'ylayverib charchab ketyapman-da. Qanday? Turkiyadan kelganingizdan keyin qayerda yashadingiz? Shu kungacha. Bu yoqqa kelib qolishingiz qanday bo'ldi? Keldim yana xuddi shunaqa kirg'izishni xohlashmadi. Pulim bo'lsa chaqirishadi, deydi, pul tugagandan keyin ket deydi. Kim uyda turarsiz? Onam, singlim. Shunaqa ikki xolam ham kvartirasiga uyiga pul so'raydi. Topolmaydigan joyim bo'ladi. Orada bir erim pul jo'natib turdi, uni ham bermay qo'ydi. Jo'natmay qo'ydi. Dorilarim bor. Qaysi biriga yetkazishni bilmayman. Shunaqa bo'lib har kunni mana shu kelganimdan beri ish olib men ham charchab ketdi bor. Chimalarim bilan yo'qqa yuraman. Bu ishga olmasa ishlar qivarchiroq deysiz. Bu dardingizni aytsangiz eshitmaydi, haqiqatan eshitmaydi deb qo'yadi. Bo'ldi, ijtimoiy himoya bir narsa agentligi yordam bo'lmagan gap, yolg'on. Hammasi qilsa tak yuribdi-da. Ochiq gapiradigan bo'lsangiz, haqiqatda ijtimoiy himoyaga muhtoj insonman-da. Men qarshi bo'lib, yotib olib, ichib olib, odamlar aldab yurganim yo'q-ku. Men podдержка so'rayman, podдержка yo'q-da. Majbur emas, lekin просто qanday yordam berib olish kerak-ku. Menga hech kim majbur emas. Men mulomatda aytaman, men o'zimning xatoim bordir-ki, men shu ahvoldaman. Lekin insonga bir yordam berish kerak. Qaysi bir tomonlama o'sha tashkilotlar biz uchun ochilgan-ku. Nimaga bizga ishlamasa, kimga ishlaydi u? O'tirib olganda nima foyda u? Xullas, shunaqa hokim oldiga bordim. Hokim qilib beringlar yo'q dedi. Bular aldiydi, qilib bermaydi. Yana bordim, yana xullas shu katta to'polon bo'lmasdan oldin chiqib ketishga harakat qildim jigarim uyidan. Sinimdan chiqib ketishga harakat qildim. Chidolmadi, uyga sig'madim. To'polon bo'lib ketdi. Ko'chada qolishga majbur bo'ldim. Keyin banchaga tushib qoldim. Banchadan buyoqqa olib kelishdi. Mana shu bilan taqdirimga tan berib o'tiribman mana shu yerda. Nima bo'lishini bilmayman. Fatima hozir necha yoshdasiz? 36. Farzandlaringiz bormi? Yo'q.
farzandim bo'lishini xohlamayman. Bunaqa qiynalgandan ko'ra Suhbatimizni boshida aytdingiz, juda ko'p turmushga chiqishni xohlovchilar bo'lgan dedingiz-da. Shu O'zbekistonga turmushga chiqqaningizda chet ellarga borib shunaqa sarson bo'lmasmidingiz, shuni o'ylaganmisiz? ko'p o'ylaganman, buni bilaman, xato qilganim bilaman. Har doim kim oldimga kelib falon joyga aytganda, o'tir, mana shu O'zbekistoningda qo'y deyman har doim. Kim eshitib qolgan jonda, hech qachon sen bo'ri Turkiyaga borma. Nima bo'lsa ham O'zbekistonda o'tiraver. Sog'lomsan, shunga xursand bo'lgin deb ko'pchilikka o'zim maslahat beraman. Bilasanmi, qanaqa qiz bo'lganman? Mana rasmlarim qaraman, qanaqa qiz bo'lganman. Hozir ko'ryapsanmi, qanaqa qiz bo'lib qoldim. Nimaga bilasanmi? Anaqa xayolim qirolicha bo'lish bo'lgan, bilasanmi? deb o'zimni anaqa qilaman. Tushuntiraman, ayblarimni aytib beraman. Yo'q, qo'y, o'tir, O'zbekistonda yasha. Ertaga shunaqa bo'lib qolsang, shunaqa payti bo'ladi. Balkim kasal bo'lib ortqizib kelasan. Nogiron bo'lib qolmasang, kasal ortqizib kelasan. Hech kimga kerak emassan. Hurmating bor edi, yo'lingni top deb aytaman. O'tirib o'zimcha sarhisob qilaman bunday qilib. Balkim shunga tekkanim deydi, o'l ahmoq, hayoting zo'r bo'lib ketardimda, hozir ikkita uchta bolang bo'lardi deb o'zimga o'zim urishib o'tiraman. Boshqalarga ham shunaqa urishaman. Demak, hayotingizda shunaqa o'zgarib, nogironlikka uchrashingizga, shu chalinishingizga chet elga tavakkal qilib turmushga chiqqaningiz bo'lganda, to'g'rimi? Yo'q, bu meni ota-onamni mehrsizligidan bo'lgan deb hisoblayman. Ota-onamni e'tiborsizligidan deb hisoblayman. Ota-ona tug'dimi bolani qarash kerak. Bu degani tillak yig'izib qo'yish kerak emas, unga tarbiya berish kerak. Uni mana bunaqa ushlash kerak, simbolik qiz bolani-da. Men shunaqa deb o'ylayman. Turmush qurdim, ajrashish kerak emas deb hisoblayman. Bu o'yinchoq emas-ku bolani tug'ish. Bolani tug'ib, bolani tug'dingmi, unga tarbiya berishing shart. Kiyintirmasang ham o'qitishing shart deb hisoblayman. Kim qanaqa deb hisoblasa, u meni fikrim, uni hech kim o'zgartirib bera olmaydi. Meni ota-onam bizni qaramadi, просто tashab qo'ydi. Ani kerak emas, narsa. Men o'zimni hayotimni to'g'rilayman deb charchab ketdim, to'g'rilay olmadim. Har shunaqa harakat qildim, bo'lmadi. Men xohlamasdim betlarda yurishni. Har doim kichkina jo'yer chizib o'tirardim. Xudo xolasa ziyoli oila quraman o'zim uchun derdim. Mana shunaqa deb o'tirardim. Harakat qilib qo'limdan kelmadi. Hamma o'zingda ayb bor, o'zimda aybligini tan olaman, lekin oilaviy muhit bolaga qattiq ta'sir qiladi. Men 3 yoshimda otam yo'qligini tushunib yetib bo'lganman. Otam yo'q, kamsitilib katta bo'lgan qiz bo'lganman-da. Psixologiyam o'sha kichkinaligimdan buzilgan. O'shaning uchun birinchi o'chirda bir insonni buzilmasligi uchun ota-ona turib berish kerak deb o'ylayman. Qizlarni eplab o'tirish kerak deb hisoblayman. Misol uchun pul talab qilish kerak emas boladan mehr, oqibat talab qilish kerak, aqlni talab qilish kerak deb o'ylayman. Aqlli farzand o'tishnoq ham ota-onasiga qaraydi deb o'ylayman. Meni fikrim bu. Qancha farzanddan pul talab qilinursa, bola buziladi-da, pul topish yo'liga o'tadi. Qanaqa qilib bo'lsa ham pul topaman deydi. U pul topish yo'li emas, foydali insonga qanaqadir yaxshilik tegish yo'lini o'rgatish kerak-da farzandga. U qada pul dursa, pul ko'ziga faqat pul ko'rinadi. Miyada faqat pulinadi. Qanaqa pul topsam ekan, qanaqa onamga pul olib kelib xursand qilsam ekan. Faqat shunaqa narsa bo'ladi. U o'g'irlik qiladi, fohisholik qiladi, mashinliklik qiladi. Hamma narsa qilib ko'radi pul topishni. Onalar so'ramaydi, olib kelyapti-ku deydi qilarni. Pul topganingizda oilangizga yordam berganmisiz? Ha, не только oilamga, qo'limdan kelgancha yordam berganman atrofimga. Vaqti kelib menga ulardan emas, men har doim ulardan qaytsin demagan, men Allohdan qaytsin deganman. Allohdan shunaqa qaytdi, yaxshi insonlar tomonidan qaytardi. Ko'p joyda yordam ko'rdim. Begona odamlardan, o'zimnikidan emas. O'zimnikilar to'y tomoshaga chaqirmay qo'ydi. Umuman mensim yo'q. Salom alik qilishim qo'ydi. Hozir men ham salom alik qilmayman. Bettaligimni bildirmayman, men zo'r juda yashayapman deyman. Ular qidirgisi, topgisi kelib qoladi. Men aldayapman, hozir zo'r joydaman deb. Ovrin tushirgim kelmaydi.
anaqa qanday tushuntirsam aka, miyamda shunaqa narsa borki, uni tushuntirib bera olmayman-da. Chiroyli hayotim, kichkinagina uyim, o'sha mani past ko'rgan oilam, qarindosh urug'imdek afsuslanib kirishini xohlayman-da o'sha uyimga. Ilojim yo'q, qilolmayapman, qo'limdan kelmayapti. Oxiriga kelgan nuqtam shu. Bilmayman nima bo'ladi, nima qo'yadi, lekin charchadim. Unaqa emas, men ham charchadim. Psixologik darsam yordam bera olmaydi deb o'ylayman o'zimga. O'zim anaqa qilib turibman, faqat to'lib ketdim. Qiyin xullas. Demak, orzularingiz, Orzum chiroyli yashash. xayollaringiz shu bitta uyingizda Kichkina uyim bo'lsa-da, bitta shu bor, biz hech narsa yo'q. Qarang, kichkina uyim bo'lsa, ichimam bo'lsa, o'sha uyda yashasam, bitta mushukcham bo'lsa, ularga havas qilib kelsa, bekor bu qizga bunaqa qilibmiz. Ana shu narsa borda xayolimda, boshqa hech narsa xohlamayman. O'sha o'zim uyim bo'lsa, xonga chiq, bu meni uyim demaydi-da. Tushundingizmi? Chunki 7 yildan beri hamma bu meni uyim deyaveradi-da. Sal bir narsa talab qilsam yoki sal telefonim ovozini eshittirib qo'ysam, nimadir bo'lsa, uyimda ovozing chiqasman. Sekiroq telefoningiz ovozini chiqas. Suvni ishlatib qo'ying, gazni ishlatib qo'ying. Mana shu narsa ham psixologik sindirib tashladi-da. Qo'limdan kelgancha yordam beraman, odamlar to'ymaydi-da. O'shaning hisobiga kichkina uyim bo'lsa, shu uyda yashasam. nogironlik holatingizda bironta ish bilan shug'ullandingizmi? Yo'q, harakat qildim, olishmadi hech qayer. Qo'limdan kelgan ish bor. U ishni qilishim uchun meni uyim bo'lishi kerak-da, keyin men u ishni boshlashim kerak. Men sarsonman-da, ortida Короче, to'g'risini aytaymi, hammamni odam ertaga mana bunaqa qilaman deb plan qiladi-yu, ana shu narsani ko'ra olmayapman-da. Men kabutda o'lib qolaman, kabutda bir narsa bo'lishini bilayotgandek plan tuza olmayapman-da. Mana bu yerga tiqilib qoldim hozir o'zimcha xayolimda. Bu meni oxirgi nuqtam, уже bo'ldi, men singlim deb o'ylayapman-da. Поддержка bo'lmayapti-da hech qaysi tarafdan. Menda kuch anaqa ko'p bo'lyapti, harakat qilyapman, davay bunaqa qilay, davay bunaqa bo'lsin deyapman. Men oyog'im anaqa qilyapti-da, men to'siq qo'yapti-da oyog'imga. Iloji bo'lmayapti. Hozir yig'layman, siz bilan gaplashaman ham. Hozir o'sha problemalar ichiga kirib ketdim-da, boshqatdan o'sha problemalarni yashadim-da miyamda. Hozir 2 soatdan keyin ishoning hammasi esimdan chiqib ketadi. Yana ko'rib ketiraman. Siz hozir men gapirgan gapingizni o'ylab ko'raman. Ana ayol menga bunaqa dedi-ku, balkim yaxshi bo'lib ketar deb o'zimcha hozirga Yaxshi bo'lib ketadi.